Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan YouTube'da pul topishning sirli yo'li haqida gaplashamiz. Aslida YouTube'da sir bormi? Keling, bugun sizlarga hech kim aytmagan sirni fosh qilaman. Unda yaxshiroq joylashib oling. Bugungi kunda ko'plab blogerlar o'zlarining sirli qo'llanmalari haqida ma'lumot berishmoqda. Agar siz bu qo'llanmalarni sotib olsangiz, YouTube'da 3000, 4000, 5000 dollargacha oyiga pul topishingiz mumkin degan reklamalarni siz ham ko'rib qolyapsiz. Aslida bu qanchalik to'g'ri? YouTube shunday platformaki, unda hech qanday sir mavjud emas. Uning sirli sandig'i mavjud emas. Sabab, bu qo'llanmalar YouTube'ning o'zida tekinga turibdi. Qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, YouTube studiyoga kirasiz va YouTube studiyada YouTube'ning yordam markazi, ya'ni help markazi mavjud. Ana shu yerga kirsangiz, YouTube haqida to'liq ma'lumotni berib qo'ygan. Aynan blogerlar ham mana shu yerdagi ma'lumotlarni ko'chirib olib, uni o'zbek tiliga tarjima qilishgan tog'in qo'llanma sifatida sotishmoqda. Siz Amerika YouTube yuritasizmi? Siz O'zbekiston YouTube'ini yuritasizmi? Demak, bu yerda hech qanaqa sir mavjud emas. Endi YouTube'ning siri o'zi nimada? YouTube'da sir bormi? Men o'zim 4 yillik blogerlik sifatida faoliyat yuritaman YouTube'da va shu paytgacha bironta bir pul topayotgan blogerdan yordam so'ragan joyim yo'q. Va kanal ochishda ham o'zim mustaqil ravishda ochganman. Ya'ni Americans kanalini ochish juda oddiy hisoblanadi. Bu videolarni ko'rib turib ham Americans kanal ochishingiz mumkin. Uni 300 ming so'mga, 400 ming so'mga kanal ochtirgandan ko'ra o'zingiz o'sha videolarni ko'rib turib mustaqil bajarsangiz tezroq bajarasiz. Keyingisi men o'zimda mana shu Kulguz kanalimni yuritayotganimga 4 yildan oshgan bo'lsa-da, lekin aslida mana bu yo'nalishda, ya'ni kulgu yo'nalishida yuritayotgan kanalimga 1 yil bo'ldi. Mana shu Kulguz kanalimni o'zi 1 yil ichida 15 mingdan ortiq bo'lgan obunachiga ega bo'ldim. Xo'p, men bu katta natijaga qanday erishdim? Birinchisi, video sifatiga e'tibor qaratdim. Chunki YouTube shunday platformaki, sifatni yaxshi ko'radi. Shuning uchun olayotgan videongiz sifatli va odamlar uchun foydali bo'lishi shart. Ikkinchisi, muntazamiylik. Men videolarni 3 mahaldan qo'yaman. Ya'ni ertalab, obedda va kechga. Sababi, siz YouTube'ga muntazam ravishda video qo'yib borsangiz, bu video asta-sekinlik bilan trendga chiqishni boshlaydi. Chunki YouTube shunday platformaki, doimiy ravishda video qo'yib boradigan blogerlarni YouTube'ning o'zi ko'tarib boradi. Siz bugun bitta video qo'yib, oradan 2 kun o'tib yana bitta video qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube bu kanalni o'lik kanal deb hisoblaydi. Chunki YouTube'ga muntazam ishlaydigan kanallar kerak. Doimiy ishlaydigan. Shuning uchun ham, demak, kuniga 3 tadan video qo'yib borsangiz, o'z-o'zidan sizning kanalingiz tirikligini biladi YouTube va muntazam ko'proq odamga chiqarishga harakat qiladi. Uchinchisi, tahlil. Tahlil nima uchun kerak? Tahlil YouTube studiyoga kirganingizda o'sha videolaringizdan qaysi biri ko'p prosmotr olgan bo'lsa, xuddi shu yo'nalishga o'xshagan videolar chiqarishingiz shart. Demak, qaysi videongiz ko'p prosmotr olayotgan bo'lsa, xuddi shunga o'xshagan uslubda chiqaradigan bo'lsangiz, u ham albatta yuqori prosmotr olishni boshlaydi. Mana shu 3 ta narsaga amal qiladigan bo'lsangiz, demak, siz tez ravishda ko'tarilib borasiz va monetizatsiyaga ham ulanasiz. Endi monetizatsiyaga ulanishda 2 kunda iloji yo'q yoki 1 hafta ichida iloji yo'q. Bu hamma aytayotgan blogerlarning oldi qochdi gaplari hammasi yolg'on. Chunki 2 kun ichida 1000 ta odamni yig'ib olishning o'zi muammo. Va 4000 soatni yig'ishning o'zi qiyin. Yoki shortsda bo'ladigan bo'lsa, demak 1000 ta obunachi bilan 10 million soat yig'ish shart 90 kun ichida. Demak, 2 kunda buning iloji mavjud emas. Shuning uchun ham demak, mana bunday oldi qochdi gaplarga ishonmasdan, demak, o'zingiz mustaqil ravishda harakat qiling.
YouTube'da mana shu 3 ta narsaga amal qiladigan bo'lsangiz, demak sifatga, muntazamiylikka hamda tahlilga amal qiladigan bo'lsangiz, demak hech qanday qo'llanmalarsiz siz mustaqil ravishda demak YouTube'ni yurita olasiz va kezi kelganda shu videolaringiz orqali daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, monetizatsiyaga hamma har xil vaqtda ulanadi. Kimdir 1 oy, 2 oy ichida ulanishi mumkin. Kimlardir 1-2 yil ichida ulanishi mumkin. Demak, siz bitta video qo'yib, prosmotr olmasa uni tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, demak siz hech qanday natijaga erisha olmaysiz. Demak, videongiz prosmotr olsa ham, olmasa ham doimiy ravishda video chiqarib boring. Ana shunda siz demak ko'zlangan maqsadga erishasiz. Shuning uchun demak har xil bo'lmag'ur bo'lgan gaplarga ishonib qolib, demak pulingizga ham, vaqtingizga ham kuyib qolmang. Videomiz sifatli sizga foyda tekkan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.